Jizzaxdan shahardan o'tayotgandik. Eski ishimizni ko'rib qoldik-da. Ma'lumot uchun. Mana bu yerga ikkita qo'yilgan, regel qo'yilgan. Ikkita qo'yilganning sababi o'rtadagi mana bu masofani kichkinartirish uchun ham ikkitadan regel qo'yilgan mana. Tepasidan ozgina masofa qo'yib, keyin regelni qilgan. Sababi bu yer tunikafon, alikafon nimadir bo'lsa, gulgacha kelib taqaladi. Tepada bir 5-6 sm masofa bor. Gulni yopib qo'ymaydi kelajakda. Mana bu ikkita. Hammasining razmeri bir xil. O'rtadagi masofa ostdan ostgacha. Mana bu P shaklida bo'ladi. Bu tumba bilan nariga tumba ikkovi bitta liniyada. Nariyoqda ham ikkita bor mana. Ana shu ikkalasi bu chekkadagi bilan mana bu ikkalasi bitta. Bu o'rtadagi to'rttasi bitta liniyada turibdi. Narigi tomonda bor mana keyin. Bu mana burchakka 4 tani endi boshqacha bo'lsin deb 4 tani boshqacha qildik. Burchakka kichikroq razmer. Orqa tomonda ko'rinyapti. Mana ikkinchisi, uchinchisi, bu to'rtinchisi. Bu eshikni oldi mana zinani oldi. O'sha plan bo'yicha mana shunday hisob-kitob qilgandik. Mana shunday. Mana stakan tagidagi 50 bo'lgan bu. Endi kafel bilan teriladi. Hammasi bitta liniyada chotki qilib olingan. Bunaqasi ham malades omadini bersin. Zo'r uy bo'layapti. Bu yoq o'zi quruvchi emas, lekin uyni proyektini zo'r tushungan ekan. Did bilan o'zi qilyapti. Uyni orqasiga bu yerga ikkita bo'lgan mana. Lekin bu tomonda ikkita bor mana. Bu kichik darvoza pastiyani kirib chiqishga, bu kattasi bu yer mashin kirib chiqishga. Mana. Bu mashin kirib chiqishga darvoza.